Шинжаң Шахла Халқара Сауда Чектик Şirketi tajdorligidagi To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir avatqini naning atirki desam, asli Shahlo chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alayli qo'lidi. Qutyar Xalqaro Savdo Chektik Şirketi Qutyar yurishlik ichimliklari. Ma film haftada birlik qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro Savdo Chektik Şirketi Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yob hamroh har doim. Parvish Shahlo chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo chash doktori chash attir javhari. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmas men hech kimni santan bir san ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim ben. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama To'xti filmi her shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Rastla chempionini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onini oylab kelsang, yengam bilan yo'q yuborib kel. Ben aşkasaya Urs bilan birga o'ynamdim. Xotinni ma'qul qara. Hammani qilasiz. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Kechiring. Hadi. Bilmem. Bu ko'rinishlar sizga intayin tushuniksiz tuyg'uni berdi. Bu hikoyalarni to'liq tushunmoqchi bo'lsangiz, gapni tunugun shuhrat bilan mening singlim bog'chadan chiqqanki vaqtda boshlaymiz. Ma undidar da'vat bering. Ha, ma'qul. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Ishimga men sizni sog' salomat akangizni topshirib beraman yaxshisi. Ma'qul. Aka. Ulanlar, Peki yurib ketdim ebe. yer esa bir kun o'ynagan tursang, Men bak yurib ketdim. yerga toma, bo'ldi qat tomog'im deganchimi? Hey. İşidigan suyu yo'qmi? Og'zim baq qurib ketdi mening. Hay, men uyga turban suycha. Aka, men ustab ketgandim. Shakatoma. Rahmat aka. Hey. Ya bu seni senin qilgan muomalang bilan men bizga qilgan muomalang nimda cho'q farq bor? Akamcha meni kichigidan ashta aytvorlaydi, qanda? Voy bo'pti. Yerga ketgan bo'lsang, bo'ldi qat tomog'in. Mening rasmim batiq qarasigan. Alo. Azda xayr qolganda. Sen bir kun beri o'ynatding. Biroq qapib geçti. Shura kasaraya o'g'risi. Xo'sh aka. Hey. Siz qaytqash turgan mening Asad bilan deyishilgan ishim bor. Nima deyishmoqchi edingiz, men anglaychi? Voy siz qaytavergan men ayrim deydigan gapim bor. Aka, men vaqirotdi. Ya Yana bir vaqra. Ya sen bilan ayrim deyishilgan bir shaxsiy ishda u.
İkimiz de işin. Voy, men uchun sening nim deyishdiganliginglarga qat'iy qiziqmayman. Bir gap batı qara. Men bek oldi keyin o'ylashib ketdim. Endi to'xti hozir yo'q degina. Men bu uyga yinkirdim. Dey desam, tixi. Demay desam, tixi. Hey, bir tilingni chaynamay. Gap bo'lsa qash degina. Qara menda gap. Men to'xti Sodiq uchimiz bil o'tag'an degina. Men qarasam bu Sodiq sal bir benormaldek. Мәзәл сән, әгәр мені тәйҗаныңыз яхшылап қарам болса, мен deydim. Dadanға дә. Мен бала программасына бек сайлап кеттім. Мені дүниямдagi tutib. Мен басам, кәлле CCTV'den 6 уақытта çıktı sen. Çoğulpan riyasatçı bo'lib ketdim men. Mında qarasam bir xil ko'ngli yerimdek bir xil turdi degina. Nim bo'ldi desam, demidek. Men qo'yamdi, mında o'ziniki ko'ngli yerim bo'lib qolgandi deb o'ylashgan. Lekin bak Tumarız ikimiz resim tushgan vaqtda qalama resim. Resim tushdim. Yaqin turdim. Quchoqdingmi? Qo'lingni oldingmi mendan? Naqlama ko'ray. Ketdi bu. Yaqin turdim. Ya qara. Ma resim qara. Bu Ya nima juyutsa bu resimni? Şükret. Maaşını ikinci demdimi? Bu çıkım arlaşacağım bak. Bir şey kalsın bu gap ha. Hey, Voy ketmasizmi? menchu misha sizni saqlab turdim. Akam bilan nim deyishdingiz? Menchu misha bir ish borligini bilib qasddan saqlab turdim. Hech nima deyishimdiq. Damsiz demamsiz, bo'lmasa akam meni bozaq qildi deyman, ha? Voy nimanda vijdoningiz yo'q sizda? Damsiz demamsiz. Voy qarang, akangiz bu ishga aralashmaydigan aralashmaylar bo'ldi. Ha, akam aralashmadisizlar, aralashmaysiz, demaysiz shunami? Akamdan baq qo'rqaykansiz, ha? Men degan donliq riyosatchiman, akangizdan da qo'rqayman. Siz qo'rqmasangiz dang, ha? Nim deyishdinglar? Dang, ha? Qarang, ikkimiz birga tushgan rasm bor-ku. Masala o'sha rasm. Aslida? Ha, qarab boqay, ha? Voy, men ajab diqqat qilmabdimmi-na? Shu dal mishada shu. Ho'jon, yuzim bakcho'ng chiqib qopti. Voy. Mana. Ay, bu sizlarning ayliq sestra do'stinglar shu-ku? Ha shu. Endikisi ayolmi? Masala dal mana mishada. Bu uning ayol emas. Do'stingiz taloq qarabdimi? Do'stingiz taloq qarabdimi? Boshroq gap qiling. Bizdagi qarang. Ishni aniq uqmaymiz-da, ha, shunga. Biz aldirab qaror chiqamay, aralashmaylar bo'ldi. Ha, do'stingiz buzilibdi, ha? Ha, buzilibdi. Voy, ya qarang, buzilibdi emas. Ha. Biz ularga bunda qarchab qilsak bo'lmaydi-da, ha. Shunga aralashmaydi. Yo'q, nima deb aralashmaymiz? Biz-chi bu ishni tekshirib tadqiq qilmasak zor bo'lmaydi. Bu qanday tekshirasiz buni? Aralashmasak bo'ldiga ish. O'ylab boqay. Ha, biz-chi do'stingiz ishlagan doktorxonani bilsiz-ku? Ha. Ash doktorxonaning oldiga berib qarab turaylik. Mashqa men bormayman, qarang, o'zingiz qilib keling. Baramsiz, bormamsiz? Voy, aralashmaylar bu ishga. Akam aralashmadingizmi, aralashmaysiz? Akamdan qo'rqaysiz, shundami? Voy, akangizni kim qo'rqaydi-ki? Baramsiz, bormamsiz? Baramsiz, bormamsiz? Maq. Ha, at bordigan bo'ldik, ha? Men kechda o'g'limizning kinosini yana bir qidirib kelibman. At borgan vaqt cho'shkimizni saqlab turaylik. Nimada kiyib oldingiz? Shu jim turing. Bu oqamda bu amalingiz. Voy, oqidim. Cho'qqim oqidim.
Men topqa amaldan çok çatak çıkmaydı. Bu 3 saat olup ketdi. Bu faqatlan bir odam ko'midi. Ketaylik bo'ldi. Voy jim tutturing ha. Cho'qqum men degandek bo'ldim. Men ko'rgan kinolarning hammasi-chu. İşte cho'qqum chiqadi. Biroq biz 3 saat saqildik bu hech bir yo'q. Men mengaveray bo'lmasa. Voy tuttur. Ana. Chiqdi. Men dedim. Men degandek bo'ldi. Qarang. Git. Ta? Evet. O'xshayotgan bo'lganda. Bir bakalım. Ne bo'ldi? Eshitma. Bizga ma'li. Ay adam, sen opam telefon qilmoqdamsa, kunda men telefon qilmayman deydi u. Oldingi kunda qildi, bir kun qilmadi deb. Sen meni o'rnimni qilib qo'y, qizni qoldirishga deb. Voy degan, unda deganingda, cho'nglab bilsam, pek o'shaydi-da. Men misol qorong tushdi, uy kirib qolsam, bir kez uy kirgandan so'ng deb. Sevinib qolgandi, cho'nglamasmi? Tamam. Canki ablaning hammasi mushtaqmidi? Endi to'g'ri tushan. Sen meni o'rnimni qilsa. Gap uzun bo'lib tamam. Telefon keldi. Voy adash yaxshimi? Adash yaxshimi? Voy yo'lda ko'rsangmi ko'rmas silib o'tib ketadigansan tex odamni. Dik gapni qildi ekansan. Hozir Sodiqni qo'ltiqlab ketib qolmamdan. Ay tova degna uydaman. Men qo'lim bir mut ish turibdi oshxonada, sonimni boqishimda. Ami Sodiqchi? Sodiq xalqniki jubasini tupimada chiqib ketgan. Uning endiki sen emasmi? Nima? Sodiqning qishida qizolar? Yo'q, adash eshitdim demadim. Yo'q, men xato ko'rib qoldim, hech qisi yo'q. Endi qilar gapni edim. Adash ma'qul emas, men boshqa kun telefon qilay, azroq ishim chiqib qolganda. Ha, ma'qul, xo'sh. Vay. Lan hiç yok. Qanaqasi ish yo'q, bir xil bo'lib qoldim-ku. Voy yoqqa hiç yok. Voy sen nerede bunda? Hiç yok oldu. Ben anladım telefondan so'kam boshqalarni billar deydi-ku. Voy yoqqa xato ko'rib qolganda u mendan qo'rqmay shunday ishlar qilamda. O şu so'kam qanday lekin haqim bekorundoq gap demas. Voy yoqqa aralashmoqda bo'ldi. Voy chiqib ketgan tug'i doktorga bir berib boqsaq bo'ladimi? Voy bo'ldi, unda qilishning hojati yo'q. Voy ada bo'ldilar. Ush men chuqum aniqlayman. Berib boqay-a. Hey bo'ldi. Hey bo'ldi qil. Oğlum, yüreknin, meninin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yürek meni yaşartış mahsulotı qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yürek harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Bo'ldi. Topdim. Nerga? A tarafga. Rasbamga? Ha? Rasbamga? Shunga? Bilmadim, yana bir qitim qarab boqaylik. Endi tutib oldim. Siz kim u? Nima o'xshashga qilsiz? Yen men do'ratsiz-ku? Qarang. Tutaylik. Voy, yana siz-ku? Bu yerda nima ish qilsiz? Bu sizning nimangiz? Nima do'raversiz? Siz do'rasiz. Tayoq solganda agishib keldingiz. Men ma'lum. Qarab beqamaysiz. Mendan nacharlik qildi.
Siz zaten ulan nemesi ya? Sadık menen yeznam. Sadık meni ağinam. Sadık menen... Ayağım bana ismi Sadık mı de? Ha? Ay siz ismini bilmey turib nimachalar kuchaysiz? İmkarınız. Bu oldu kılınmaz. Kızlar yok burada. Kızlar yok mu? Qo'layli. Adaş. Men nim dedim, mening o'ylig'imdek bo'ldi. Voy, ya, Buzibsiz emas. a? Adaş maya bir uqishmas qilib qo'yaturma gap. Emas, men kuyovga kinolarni Adaş ma ishni bir ini qildim. Zan nima tushundim. Adaş ma keyin desang ma ish bika yo'g'inab ketdim. Yaman qalayim qamab ketdim. Men keyin tushundim. Bir tushundirdi gap qilasan. Aka, Sibyanim chiqasiz hamda. aka siz nima ish qilyapsiz? Men keyin depressiya. Nimani keyin deb bersiz? Adaş tushundirib deydi bo'ldi ishlarni. Kepim kirib. Adam 100 kilo alamsiz aka? 100 kilo olmaydi, men sizni shunchalik deb qo'yay. Ko'rganlarimni hammasini olishma. Bu yerda cho'qinma almashmas kerak. Qanday qilmayman, o'z ko'zim ko'rdim. Qo'yashga Türgüsek aralashmama degan bu ishqa. Menga aralashmaydim shu sen. Bu kichik bo'lsa, sen bushilmaysan hamda. Bu ishlar o'ylagandek emas. Berib kelgin. Nega aka bas bo'lmaydi borasiz? Aka sen nega borasiz? Aka siz mushtaqsindamiz? Bo'lmaydi aka, menga tushuntirib. Bo'ldi! Ada. Boshlanamiz rasma. Men sizni keyin tushundiray. Agar hozir tushundim, ketadigan ishingiz bo'lsa, menga tushundim. Boshlanamiz, mishada oxirlasin. Kechiring. Ada. Ada nega? Ada nega mangkal? Hamda razı olunlarmı? Sen erişmek şu neticem uşuma. Aralashmalar dedim bu ishqa. Unusik bu ishlar o'ylagandek bundan emas. Shu adaş shu zodi nima ish bo'ldi shu? Qaysi kuni biz bog'cha uchrab qolgan kuni To'xtama to'xt filmimizningki 8-5 xizm chiqqandan keyin nurg'un yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Bizni qo'llagan barliq ko'rmanlarga rahmatimizni bildiramiz. Shu vaqtning o'zida bizningki qiyinchiligimizni es qilgan bizning eng chong qo'llovchimiz Shahla sherkitimi bizni iqtisodiy jihatdan texnik qo'llaydiganligini bildirib, Shahla chash doktorini hamkorlashib setilish faoliyatini yana bir qatim uyushtirganligini bildirdi. Hamda oldingi qatim sistem sababidan ba'zi xaridorlarga biz qulaysizlik yeb keldik. Buning qator bu so'raymiz, bu qatim sistema texnik mukammallashtirildi. Bu faoliyatning shakli bo'lsa, ya'ni oldin setib olgan 100 xaridor 58 yuandan, 100 dan 200 bo'lgan xaridor 48 yuandan, 200 dan keyingi barliq xaridorlar 38 yuandan setib oladi. Hamda setib oluvchilarning soni 200 ga yetgandan keyin oldingi 100 dan ichidagi xaridorning 20 yuan puli, 100 dan 200 gacha bo'lgan arliqdagi xaridorning 10 yuan puli qaytarilib,
hammalar o'xshashlam 38 yuandan seti olalaydı. Yani asli bahsi 88 yuan bo'lgan Shahla Chash doktorini 38 yuandan seti olalaydı. Hamda Shahla şirketi bizniki mana shunday qiyinchiligimizni tuqqandan keyin işte az bo'lsin iqtisodiy jihatdan bizni qo'llaydiganligini bildirdi hamda shu faoliyatdan kirgan kirimni bizniki filmni suratga ilishimiz uchun ishlatishga beradigan bo'ldi. Albatta hamda jamiyatdami bizdimi bakrak qiyinchiligi bor, kishilar nihoyat ko'p. Shuning uchun bizmi shu faoliyatdan kirgan iqtisodniki belgilik bir qismini shunday jamiyatdagi ehtiyoji bor, yordamga muhtoj kishilarga iyona qilmoqchi. Hamda Shahla Chash doktorini tanlaganınız şu çiçeğinizde asırgınınız hem de toxtuma toxtini qo'llag'ingiz bo'ldi. Albatta biz endi majburiy satsak bo'lmaydi bu maslahatni. Shuning uchun ehtiyoj bor ko'rmanlarga tavsiya qilamiz. Ham sizlar ehtiyojingiz bo'lsa, chechinizni asirgan bilan bir vaqtda bizniki mush toxtuma toxti filmimizni texnik qo'llashingizni umid qilamiz. Ham bu faoliyatninki qatnashish shakli bo'lsa, nihoyat oddiy, ya'ni salon izlash adresiga shu ünlülərninki salon izləş adresiga Shahla Bazar və ya ki Shahla deb yazsangızlar çıxıdı ya ki şu ekrandakı salon ismini kirgizsangiz bo'ladi və ya ki ikkili kodni skannerlash orqali salonga kirgandan keyin salonniki ham astaraf o'ng tarafdagi hamkorlashib setebilish degan xatni besib ichga kirgandan keyin setebilish degan rayondan setib olsangiz bo'ladi. Bizni qo'llag'iningizga rahmat, davomli qo'llashingizni umid qilamiz. Rahmat. Mübarek olsun. İçim ketqat. Şu men aşağıda oylagan qozam yona alırdı. Ya düşmeydi. Jigen dansın tayini yok. Muşbet gittiğine işsiz kalmayın. Rolum çıkamaydı beni. Uma. Bunun vuğanın faydası yok. Erkek kığınının faydası yok. Bu ne? Yumuşatmasa olmaydı bu ne? Top da ya. Qara. Bizde ma royaptı ki Sabira kavziyat kapsulu var yine. Muş kapsulu yiysen, muşunda şu kavziyat yollarında can bozkonu yumuştu, kiçilik kiçanlık zehirli, pakiz, heydeydi. Lan muş işe buldu ya. Bu muşsuz kalayım. Günde bir var, 3 tane insan oldu. Böyle. Çakal muşun işsen, hem bunu o şeydi ma. Kızık yeri çıkmakta adaş. Vay bu oldu yana qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adaş, maaşkisini ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya da hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz ham emas. Miyada cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqning talabi shu hozir. Haqqanda talab qilsin. Yumor film tatganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgankin hikoya yumor uchun xizmat bo'lmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qarsan shunda o'tadi adash. Bo'ldi, meni biz cho'qim miyada komediyalar qilsak. Yinik komediya bizning degan bo'ldimi shu? Va ada yinik ig'rini masalasi emas, hozir yinik desammi? Ben özellikle çıldırmam. Ben sınav bilgini alışın gerek. Ya adaş, Ridsor ahirki nesini çıkırdı. Ha? Ya adam meyad Ridsor'un gip bolsun adaş, manda kılsa. Hadi kadar taraşmayla. Her kıt maçta kılsan kesin. Hey, manda kıldı. Kimge mukabbat çıksın gibi hesap? Aça. Ha. Ben diye de kost. Sley. Ne ne lan? Açık yiyemeyiz o. Ulan. Ya çıktı. Yine çıktı. Hey. Sizlar bu Quhtiyarninki mukofot chiqishini kutib yurish kelin o'qimasdan. Bunaqa qilcha, bundoq o'yin salomida. Sadıqning nimasi? Men çok Sadıqning yezdim. Kimda feyz var? Sadıqning yezmisi. Hey! Hop! Vallahi. Çemeni de köyü. Sen de baba. Git lazım mı? İşte sizga nihoyat tushunchisiz bir tuyg'uni berdi. Lekin bu shaqi deb shaq. Men ishga bitirib qizcha voy, bu diyaka, undaqmi? Voy.
Demaydi sen deysan. Deysan. Salomat bo'ling. Ishni qaram, bunday oldigan o'ylab ketdim. Endi o'g'il Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM Aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqalar saloni, Eronbaq saloni, Baqchavan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshamal saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchibiz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirzat saloni va Nur to'riqmo rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqitib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.